Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarni tekshirishyapti. Ayrim joylarda xonadonma-xonadon yurib, kim qanday yashayapti, kimga yordam kerak, kimning yordam puli qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuni aniqlashyapti. Bu ma'lumot har bir pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironligi bor insonlarga, yolg'iz yashaydigan keksalarga va ijtimoiy yordam olayotgan oilalarga bevosita tegishli. Chunki birgina noto'g'ri tushuntirish, birgina hujjat yetishmasligi yoki men bilmasdim degan gap sababli odam o'ziga tegishli yordamdan vaqtincha mahrum bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Men sizga nima tekshirilayotgani, kim xavotir olish kerakligi, kim xavotir olmasa ham bo'lishi, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerakligi va tekshiruvchi kelganda qanday gapirish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarga kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida yordam, nafaqa yoki moddiy ko'mak masalalarida asosiy e'tibor odamning arizasiga va mahalla bergan ma'lumotga qaralardi. Masalan, pensioner ayol yolg'iz yashayman desa, mahalla uni ro'yxatga olar, oilaviy ahvoli, daromadi, uy-joy sharoiti haqida ma'lumot to'planar, keyin yordam tayinlanardi. Ba'zi holatlarda tekshiruv ham bo'lardi. Lekin u hamma joyda bir xil kuchli emas edi. Kimdir haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsa ham hujjat yig'olmagani uchun chetda qolib ketardi. Kimdir esa holati yaxshi bo'lsa ham eski ma'lumot bilan yordam olib yurishi mumkin edi. Endi nima o'zgardi? Hozir ijtimoiy yordamlar, kam ta'minlanganlik, yolg'iz keksalar, nogironligi bor shaxslar, pensionerlarning real yashash holati ko'proq tekshirilyapti. Bunda faqat og'zaki gapga qaralmaydi. Turli bazalardagi ma'lumotlar, mahalla xulosasi, yashash joyidagi real ahvol, bir xonadonda kimlar yashashi, farzandlari bor yo'qligi, ularning moddiy imkoniyati, pensionerning boshqa daromadi bor yo'qligi, mol-mulk holati, avtomobil yoki qo'shimcha uy-joy mavjudligi kabi masalalar ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani aytmoqchiman. Tekshiruv degani hammani jazolash degani emas. Tekshiruvning maqsadi rasmiy jihatdan qaraganda yordamni haqiqatdan muhtoj odamga yetkazish. Lekin amalda odamlar ko'pincha tartibni bilmagani, hujjatlarni vaqtida tayyorlamagani, mahallaga o'zgarish haqida xabar bermagani yoki tekshiruv paytida noto'g'ri javob bergani uchun muammoga tushib qoladi. Masalan, pensioner ona yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 20 million 100 ming so'm deylik. O'g'li boshqa viloyatda ishlaydi. Ro'yxatda onasining uyida turadi, lekin amalda u yerda yashamaydi. Tekshiruv kelganda hujjatda o'g'il shu uyda ro'yxatda turgani ko'rinadi. Shunda bu pensioner yolg'iz emas, farzandi bor. Yordamga muhtoj emas degan noto'g'ri xulosa chiqishi mumkin. Aslida o'g'il boshqa joyda ijarada yashayotgan bo'lishi mumkin. Onasiga har oy yordam bera olmasligi mumkin. Mana shunday vaziyatda pensioner men yolg'izman deb og'zaki aytish bilan cheklanmasligi kerak. Buni tasdiqlaydigan dalil mahalla ma'lumoti, o'g'ilning ish joyi yoki yashash joyi haqidagi ma'lumot, ijara yoki boshqa tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda ijtimoiy yordam, moddiy yordam, kompensatsiya, oziq-ovqat yordami. Kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz yoki boshqa turdagi yordam olayotgan pensionerlar ehtiyot bo'lish kerak. Chunki tekshiruv odatda yordam tayinlangan, oilaning holati o'zgarganmi yoki yo'qmi degan savoldan boshlanadi. Agar ilgari daromad kam bo'lgan, hozir farzandi ishga kirgan bo'lsa, uyga yangi odam ro'yxatga qo'yilgan bo'lsa, avtomobil olingan bo'lsa yoki qo'shimcha daromad paydo bo'lgan bo'lsa, bu yordamga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi guruh yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Yolg'iz yashash degan faqat uyda bir o'zi turish emas. Rasmiy ro'yxat, farzandlarning holati, kim qarab turishi, kim oziq-ovqat olib berishidir. Kim kommunal to'lovlarni to'lashi ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratadigan vaziyat, bu bir o'zi yashaydi, lekin nabirasi vaqtincha kelib turadi. Tekshiruvchi kelgan kun nabira uyda bo'lsa, bu yerda yosh odam yashaydi deb yozib qo'yishi mumkin. Agar nabira doimiy yashamasa, buni tushuntirish kerak. Qachon keladi? Nima sababdan keladi? Ro'yxati qayerda, o'qishi yoki ishi qayerda? Shular aniq aytilishi lozim. Uchinchi guruh nogironligi bor pensionerlar va parvarishga muhtoj keksalar. Bu insonlar ko'pincha qo'shimcha xarajat qiladi. Dori-darmon, shifokor, yo'l kira, parvarish vositalari, maxsus ovqatlanish, qarovchi xizmatlari. Tekshiruvda faqat pensiya miqdori ko'rilsa, odam pensiyasi bor ekan,
degan yuzaki xulosaga kelishi mumkin. Lekin aslida 1 million 500 ming so'm pensiya olayotgan inson oyiga 700 ming so'm doğru olsa, 300 ming so'm kommunal to'lasa. Qolgan pul bilan yashash juda qiyin. Shuning uchun doğru retseptlari, shifokor xulosalari, nogironlik hujjatlari, xarajatlarni ko'rsatadigan chek va ma'lumotlar juda muhim. 4-guruh farzandlari bor. Lekin farzandlari yordam bera olmaydigan pensionerlar. Ko'pchilik farzandi bor ekan, demak muhtoj emas degan gapdan qo'rqadi. Lekin hayot bunday oddiy emas. Farzandning o'zi ishiz bo'lishi mumkin, nogironligi bo'lishi mumkin, ko'p bolali oilasi bo'lishi mumkin, kredit to'layotgan bo'lishi mumkin, boshqa shaharda yashab o'z ro'zg'orini zo'rg'a tebratayotgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarni og'zaki aytish yetarli bo'lmasligi mumkin. Mahalla bilan gaplashib, farzandlarning real holatini ham tushuntirish kerak. Agar pensioner faqat o'z mehnat pensiyasini olayotgan bo'lsa va hech qanday kam ta'minlanganlik yordami, moddiy yordam yoki manzilli ijtimoiy yordam olmayotgan bo'lsa, oddiy tekshiruvdan vahima qilish shart emas. Pensiya odamning mehnat staji va qonuniy huquqi asosida beriladi. Uni kimdir uyga kelib, uyingiz yaxshi ekan deb bekor qilib yuborishi mumkin emas. Lekin pensiyaga qo'shimcha ustama parvarish puli, nogironlik bilan bog'liq to'lov yoki ijtimoiy yordam bo'lsa, u holda tekshiruv ta'sir qilishi mumkin. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash joyingiz, oilaviy tarkibingiz, daromadingiz haqidagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, tekshiruvdan qo'rqmang. Tekshiruvchi kelganda janjal qilish, eshikni ochmaslik. Sizga hech narsa ko'rsatmayman deyish ko'pincha foyda bermaydi. Aksincha shubhani kuchaytirishi mumkin. Lekin bu degani har qanday odamni uyga kiritish kerak degani emas. Men buni alohida tushuntiraman. Tekshiruvchi o'zini tanishtirishi, qaysi tashkilotdan kelganini aytishi, zarur bo'lsa guvohnomasini ko'rsatishi kerak. Siz ham kim kelganini bilishga haqlisiz. Birinchi misol, 7 yoshli otaxon 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Turmush o'rtog'i vafot etgan. 2 farzandi bor. Biri Rossiyada, biri Toshkentda ijarada. Otaxon qishloqda yashaydi. Kommunal to'lovlari kam, lekin yurak kasalligi sabab oyiga 500 ming so'mlik to'g'ri oladi. Mahalla unga moddiy yordam tayinlagan. Tekshiruv paytida bazada 2 farzandi borligi ko'rinadi. Agar otaxon farzandlarim bor, lekin yordam bermaydi deb aytib qo'ysa-yu, hech qanday tasdiq bo'lmasa, yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. To'g'ri yo'l nima? Farzandlarning qayerda yashashi, o'z oilasi borligi, otaxonga doimiy moddiy yordam bera olmasligi haqida mahalla ma'lumotnomasi tayyorlanadi. Shifokor xulosasi va dorilar ro'yxati ko'rsatiladi. Shunda holat to'liqroq ko'rinadi. Ikkinchi misol. Olib tekasi yoshli onaxon qiz bilan bir uyda yashaydi. Qizi maktabda ishlaydi. 2 million 800 ming so'm oylik oladi. 2 nafar farzandi bor. Onaxon 1 million so'm pensiya oladi. Oila kam ta'minlanganlik yordamiga murojaat qilgan. Tekshiruv kelganda umumiy daromad, odamlar soni, bolalar xarajati, kommunal to'lov, kredit bor yo'qligi hisobga olinadi. Bu yerda onaxonning o'zi pensioner bo'lgani avtomatik yordam beriladi degani emas. Chunki ijtimoiy yordam ko'pincha oilaning umumiy holatiga qarab belgilanadi. Agar qizining daromadi oiladagi odamlar soniga nisbatan kam bo'lsa, yordam saqlanishi mumkin. Agar daromad yetarli deb topilsa, yordam kamayishi yoki to'xtashi mumkin. 3-misol. Pensioner bu bir xonali uyda yashaydi. Lekin nabirasi uning nomiga mashina rasmiylashtirib qo'ygan. Nabira bu nomida bo'lsa sug'urta yoki hujjat oson bo'ladi deb o'ylagan. Tekshiruvda esa buning nomida avtomobil borligi chiqadi. Endi savol tug'iladi. Agar mashinasi bo'lsa, qanday qilib muhtoj bo'ladi? Aslida bu mashinani haydamaydi, undan foyda ko'rmaydi. Lekin rasmiy hujjatda mulk uning nomida. Mana shu juda katta xato. Men tomoshabinlarga doim aytaman. Pensioner nomiga begona yoki farzand foydalanadigan mashina, uy, do'kon, yer yoki boshqa mulkni o'ylamasdan rasmiylashtirmang. Keyin yordam masalasida shu hujjat sizga qarshi ishlashi mumkin. 4-misol. Pensioner otaxon uyida 2 talaba nabirasini ro'yxatga qo'ygan. Nabiralar aslida yotoqxonada yoki ijarada yashaydi. Faqat ro'yxat uchun bobosining uyiga yozilgan. Tekshiruvda uyda yashovchilar soni ko'payib ko'rinadi. Bu ba'zan foyda ham berishi mumkin, ba'zan zarar ham. Foydasi shuki, odamlar soni ko'p bo'lsa, jon boshiga daromad kamroq ko'rinadi. Zarari shuki, agar nabiralar ishlayotgan bo'lsa yoki ularning daromadi bazada chiqsa, pensionerning oilaviy daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ro'yxatdagi odamlar masalasini yengil qabul qilmaslik kerak.
Men oddiy qilib sanab beraman. Birinchidan, xonadonda kimlar yashayotgani. Tekshiruvchi real holatni ko'rishi mumkin. Uyda nechta odam bor? Kim doimiy yashaydi? Kim vaqtincha kelgan? Kim qarovchi sifatida kelib turadi? Ikkinchidan, daromadlar. Pensiya, ish haqi, tadbirkorlik daromadi, ijara daromadi, aliment, xorijdan pul o'tkazmalari, farzandlar yordami kabi holatlar so'ralishi mumkin. Uchinchidan, mol-mulk. Uy, kvartira, dala hovli, avtomobil, yer, do'kon, ijara berilayotgan joylar, chorva yoki boshqa daromad manbalari haqida savol berilishi mumkin. To'rtinchidan, yashash sharoiti. Uy ta'mirlanganmi? Isitish bormi? Gaz, elektr, suv, hojatxona, yotoq joyi, parvarish sharoiti qanday? Bular ham ko'riladi. Beshinchidan, sog'liq holati. Nogironlik, surunkali kasallik, doimiy dori, parvarishga muhtojlik hujjat bilan tasdiqlansa, bu juda muhim. Lekin shuni biling, har bir savolga hissiyot bilan emas. Aniq javob berish kerak. Masalan, farzandim yordam bermaydi deyish o'rniga, o'g'lim Farg'onada ijarada yashaydi. 3 nafar farzandi bor. Doimiy ish joyi yo'q, menga har oy yordam bera olmaydi. Faqat bayramlarda kelib oziq-ovqat olib beradi desangiz bu aniqroq. Dori ko'p olaman deyish o'rniga, qon bosimi, yurak va qand kasalligi bo'yicha har oy o'rtacha 600 ming so'mlik dori olaman. Mana retseptlar va cheklarning nusxasi desangiz, bu kuchli dalil bo'ladi. Birinchi, nozik joy. Ro'yxatda turish bilan amalda yashash farqi. Ko'p oilalarda odam bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Lekin tekshiruvda rasmiy ro'yxat katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar pensionerning uyida ro'yxatda turgan odamlar amalda yashamasa, buni oldindan aniqlashtirib qo'yish kerak. Mahallaga borib holatni tushuntiring. Kerak bo'lsa, amalda qayerda yashash haqida ma'lumot to'plang. Ikkinchi, nozik joy. Farzandlarning majburiyati. Qonuniy va axloqiy jihatdan farzand ota-onaga yordam berishi kerak. Lekin ijtimoiy yordam tayinlashda farzandning borligi har doim yordam avtomatik bekor bo'ladi degani emas. Farzandning imkoniyati ham ahamiyatli. Shuning uchun farzandlarning holatini yashirish emas, to'g'ri tushuntirish kerak. Yashirsangiz, keyin bazadan chiqib qolsa ishonch pasayadi. To'g'ri tushuntirsangiz, holatingiz real baholanadi. Uchinchi, nozik joy, vaqtincha daromad. Ba'zi pensionerlar bir marta pul o'tkazmasi oladi. Masalan, chet eldagi qarindoshi operatsiya uchun 5 million so'm yuboradi. Bu doimiy daromad emas, bir martalik yordam. Lekin bazada pul kelgani ko'rinsa, savol tug'ilishi mumkin. Shunda pul nima uchun kelgani, qayerga sarflangani, masalan, operatsiya, dori qarz yopish, uy ta'mir uchun ishlatilgani tushuntiriladi. Iloji bo'lsa xarajat hujjatlari saqlanadi. 4-chi, nozik joy. Uy ta'miri tekshiruvchi kelib, uyda yangi televizor, muzlatgich yoki ta'mir ko'rsa, ahvoli yaxshi ekan deb o'ylashi mumkin. Lekin bu jihozlarni farzand sovg'a qilgan, qo'shni yordam bergan yoki ko'p yillik eski buyum bo'lishi mumkin. Yordamga muhtojlik faqat devorning bo'yalganiga qarab aniqlanmasligi kerak. Ammo siz ham holatni to'g'ri tushuntirishingiz lozim. Bu televizorni qizim 5 yil oldin olib bergan. Men o'zim sotib olmaganman degan oddiy izoh ham ba'zan muhim. 5-chi, nozik joy, qarovchi masalasi. Agar pensionerga kimdir qarab tursa, tekshiruvda qaraydigan odam bor ekan deb yozilishi mumkin. Lekin qarovchi har kuni bepul keladimi? Haftasiga 2 marta keladimi? Haq to'lanadimi? Qarindoshmi, qo'shnimi? Bular farq qiladi. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa yoki o'zi ovqat qila olmasa, parvarish ehtiyoji alohida ko'rsatilishi kerak. Birinchi qadam, xotirjam bo'ling. Eshikni ochgan zahoti asabiylashmang, qo'rqmang, janjal qilmang. Kim bo'lasiz? Qaysi tashkilotdan keldingiz? Tekshiruv maqsadi nima? deb odob bilan so'rang. Guvohnomasini ko'rsatishini so'rashga haqqingiz bor. Agar mahalla vakili, hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim yoki boshqa mas'ul shaxs bo'lsa, u o'zini tanishtirishi kerak. Ikkinchi qadam, yolg'on gapirmang. Yolg'on eng katta xato. Uyda hech kim yashamaydi deb aytasiz. Lekin ichkaridan ro'yxatda turgan yoki doimiy yashaydigan odam chiqib qolsa, hamma gap shubhali ko'rinadi. Daromadim yo'q deysiz. Lekin ijara yoki pul o'tkazmasi bazadan chiqsa, yana muammo bo'ladi. To'g'ri yo'l borni ayting, lekin izoh bilan ayting. Daromad bor bo'lsa, doimiy yoki vaqtinchami, kimniki, qayerga sarflanadi, shuni tushuntiring. 3-qadam, hujjatlarni ko'rsating. Men pensionerlarga alohida papka tayyorlab qo'yishni maslahat beraman. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumoti, nogironlik hujjati bo'lsa nusxasi. Shifokor xulosalari, dori retseptlari, kommunal to'lov kvitansiyalari,
uyda kimlar ro'yxatda turishi haqidagi ma'lumot, farzandlar holati haqida kerakli izohlar, moddiy yordam tayinlangan bo'lsa, unga oid hujjatlar bo'lsin. Hamma narsani asl nusxada berib yubormang. Ko'rsatish mumkin. Nusxa kerak bo'lsa nusxa bering. 4-qadam tekshiruv dalolatnomasi yoki yozilgan ma'lumotga befarq bo'lmang. Agar sizdan imzo so'rashsa, nimaga imzo qo'yayotganingizni o'qib chiqing. O'qimay imzo qo'ying deyishsa, shoshilmang. Matda noto'g'ri gap bo'lsa, masalan, pensioner farzandi bilan yashaydi deb yozilgan. Aslida farzandi mehmon bo'lib kelgan bo'lsa, darhol tuzatishni so'rang. Agar tuzatishmasa, mazkur ma'lumotga qo'shilmayman, farzandim doimiy yashamaydi deb izoh yozdirishga harakat qiling. 5-qadam, hamma suhbatni hurmat bilan olib boring. Tekshiruvchi ham o'z vazifasini bajarayotgan bo'lishi mumkin, lekin siz ham huquqingizni bilishingiz kerak. Hurmat bilan gapirish va o'z huquqini talab qilish bir-biriga zid emas. Men doim shuni aytaman. Baland ovoz bilan bahslashishdan ko'ra aniq hujjat va aniq izoh kuchliroq ishlaydi. Birinchi navbatda mahallaga borib o'z holatingiz bo'yicha ma'lumotlarni yangilang. Agar oilaviy tarkib o'zgargan bo'lsa, kimdir ko'chib ketgan yoki kelgan bo'lsa, farzandingiz boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, sizning sog'lig'ingiz yomonlashgan bo'lsa, bularni ayting. O'zi biladi deb kutmang. Ko'p muammo aynan xabar berilmagani uchun chiqadi. 2-qadam, daromad va xarajatlaringizni yozib boring. Masalan, bir oyda pensiya 1.200.000 so'm, dori gerti 5.000 so'm, kommunal 2.500.000 so'm, oziq ovqat 7.000 so'm, transport va shifokor 1.500.000 so'm. Shunda sizning real ahvolingiz raqam bilan ko'rinadi. Odam og'zaki pul yetmaydi desa, bu umumiy gap, lekin raqam bilan aytsa, masala aniq bo'ladi. 3-qadam, tibbiy hujjatlarni yangilang. Agar kasalligingiz bor bo'lsa, eski qog'oz bilan yuravermang. Oilaviy poliklinikaga boring, shifokor ko'rigidan o'ting, kerakli xulosalarni oling. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rik masalasini o'z vaqtida boshlang. Dori retseptlari va cheklarni tashlab yubormang. Ayniqsa qimmat dori olsangiz, buni tasdiqlaydigan hujjat juda kerak. 4-qadam, ro'yxat masalasini tartibga keltiring. Uyda ro'yxatda turgan, lekin amalda yashamaydigan odamlar bo'lsa, ularning holatini aniqlashtiring. Men hammani ro'yxatdan chiqarib tashlang demayman. Chunki har bir oilaning vaziyati boshqa. Lekin rasmiy ro'yxat bilan real yashash o'rtasida katta farq bo'lsa, tekshiruvda savol bo'ladi. Shu savolga oldindan javob tayyor bo'lsin. 5-qadam, mulk masalasida ehtiyot bo'ling. Farzandingiz yoki navbarangiz mashina olmoqchi bo'lsa, uni pensioner nomiga rasmiylashtirishdan oldin o'ylang. Uy, yer, do'kon, firma ulushi, bank kartasi, kredit, kafillik masalalarida ham shoshilmang. Ba'zan faqat nomingizda turadi, sizga aloqasi yo'q deyishadi. Lekin davlat bazasida nomingizda tursa, tekshiruvda aynan sizniki bo'lib ko'rinadi. 6-qadam, ariza yozishni biling. Agar yordam to'xtatilsa yoki kamaytirilsa, darhol sababini so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Mas'ul tashkilotga yozma murojaat qiling. Menga tayinlangan yordam nega to'xtatilganini tushuntirib berishingizni, qaror nusxasini berishingizni va holatimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. Arizada ism, familiya, manzil, telefon raqam, pasport ma'lumotlari, muammo mazmuni va ilova qilinayotgan hujjatlar ko'rsatiladi. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanasi qo'yilgan variantini saqlab qo'ying. 7-qadam, yolg'iz qolmang. Agar yoshingiz katta bo'lsa, hujjatlarni tushunish qiyin bo'lsa, farzandingiz, ishonchli qarindoshingiz yoki mahalla faoli bilan birga boring. Lekin hamma ishni boshqaga topshirib, o'zingiz bexabar qolmang. Sizning nomingizdan nima yozilayotganini, qanday hujjat berilayotganini bilishingiz kerak. 1-xato, tekshiruv kelsa, eshikni ochmang degan maslahatga ishonish. Bu har doim ham to'g'ri emas. Albatta, begona odam bo'lsa hujjatini so'rash kerak. Lekin rasmiy tekshiruvdan butunlay qochish, keyin uyda hech kim yo'q, holatni aniqlab bo'lmadi degan xulosaga olib kelishi mumkin. Bu esa yordamni qayta ko'rib chiqishda salbiy ta'sir qilish ehtimoli bor. 2-xato, hamma narsani yashirish. Farzandim kelib turadi aytmayman, pul yuborishgan, bildirmayman, mashina nomimda, lekin indamayman deyish keyin kattaroq muammoga aylanadi. Hozir ko'p ma'lumotlar bazalarida ko'rinadi. Yashirgandan ko'ra izoh berish yaxshiroq. 3-xato, hujjatni o'qimasdan imzo qo'yish. Ayniqsa yoshi katta odamlar, bolam o'zim o'qiy olmayman, qayerga desa imzo qo'yaman deb qoladi.
Men buni tavsiya qilmayman. O'qiy olmasangiz, yoningizdagi ishonchli odamga o'qiting. Imzo bu oddiy chiziq emas. U sizning roziligingiz yoki tan olishingiz sifatida baholanishi mumkin. 4-xato ariza bermasdan shikoyat qilib yurish. Ko'pchilik bozorda, avtobusda, qo'shnilar orasida yordamimni olib qo'yishdi deb aytadi. Lekin rasmiy murojaat qilmaydi. Rasmiy murojaat bo'lmasa, masala ko'pincha joyidan siljimaydi. Shuning uchun birinchi navbatda yozma ariza, keyin javob, keyin kerak bo'lsa, yuqori tashkilotga murojaat qilish tartibi bo'lishi kerak. 5-xato faqat pensiya miqdoriga qarab o'zini baholash. Mening pensiyam kam, demak menga hamma yordam berilishi kerak deb o'ylash ham to'g'ri emas. Yordam tayinlashda oilaviy tarkib, boshqa daromadlar, mulk, farzandlar holati, yashash sharoiti, sog'liq holati birgalikda ko'riladi. Shu bilan birga uyim bor, demak menga yordam berilmaydi deb oldindan voz kechish ham xato. Chunki yagona yashash uyi borligi har doim ham boylik degani emas. Muhimi, real holatni to'liq ko'rsatish. Agar sizga yordam to'xtatilgani aytilsa, birinchi savol, qaysi asos bilan? Bazadan shunday chiqdi degan umumiy gap yetarli emas. Siz qaror yoki xulosa mazmunini bilishga haqlisiz. Qaysi daromad hisobga olingan, qaysi odam oilaviy tarkibga kiritilgan, qaysi mulk sabab bo'lgan, qaysi hujjat yetishmagan. Buni aniqlang. Keyin xatoni toping. Masalan, oilaviy tarkibga amalda yashamaydigan kishi qo'shilgan bo'lishi mumkin. Daromad sifatida bir martalik pul o'tkazmasi doimiy daromad deb baholangan bo'lishi mumkin. Sizning nomingizdagi mulk aslida foydalanilmayotgan yoki bahsli bo'lishi mumkin. Nogironlik yoki dori xarajatlar inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Har bir xato bo'yicha hujjat yig'ing. So'ng qayta ko'rib chiqish uchun ariza bering. Arizada hissiyotli gaplarni kamaytiring, aniq faktlarni yozing. Masalan, mening xonadonimda ro'yxatda turgan falonchi amalda Toshkent shahrida ijarada yashaydi. U mening uyimda doimiy yashamaydi. Shu sababli oilaviy tarkibni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki mening nomimga kelib tushgan 4 million so'm pul doimiy daromad emas. Operatsiya xarajatlar uchun qarindoshim yuborgan bir martalik yordamdir. Ilovada tibbiy hujjatlar va xarajatlar nusxasi taqdim etiladi. Mana shunday yozilsa, murojaat ancha jiddiy ko'rinadi. Bugungi asosiy gapim shuki, tekshiruvdan vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensionerning mehnat pensiyasi o'z-o'zidan uy tekshiruviga qarab bekor bo'lib ketmaydi. Lekin ijtimoiy yordam, moddiy yordam, kompensatsiya, parvarish bilan bog'liq to'lovlar va kam ta'minlanganlik asosidagi yordamlar real holatga qarab qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringiz joyida bo'lsin. Mahalladagi ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsin. Ro'yxatda turgan odamlar masalasi aniq bo'lsin. Daromad va xarajatlaringizni tushuntira oling. Men ekspert sifatida sizga eng oddiy, lekin eng muhim maslahatni beraman. Har bir gapni hujjat bilan tasdiqlashga harakat qiling. Dori olsangiz, chekni saqlang. Farzandingiz boshqa joyda yashasa, buni tasdiqlang. Yordam to'xtasa, og'zaki ranjib yurmasdan yozma ariza bering. Imzo qo'yishdan oldin o'qing. Tekshiruvchi kelganda xotirjam, aniq va hurmat bilan gapiring. Sizning mahallangizda ham pensionerlarni tekshirishyaptimi? Xonadonlarga kelib holatni o'rganishyaptimi? Yordam puli bo'yicha muammo bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiona ota-onangiz, qo'shnilaringiz va qarindoshlaringizga ham yuboring.